Agar siz allergiyangiz bo'lsa, iltimos videorolik o'tkazib oling. Chunki ko'pincha allergiyan ko'zida allergiyan boshladi degan gap eshitgan odam allergiyasi yo'q odamni bahona qilyapti, undoq qilyapti, bundoq qilyapti deb o'ylash mumkin. Ha, mani allergiyam bor, vaqti-vaqtida qo'zib turadi. Ha, mani allergiyam bor, vaqti kelganda toza havo xohlayman, tog'larga chiqqim keladi. Ha, mani allergiyam bor, muzday morojniy yesam bosiladi. Ha, mani allergiyam bor, muzday suvlarda, muzday suv bo'ylarida havo alishtirsam o'tib ketadi, yengilroq bo'laman. Hamma allergiyam bor. Bu degani kerakli vazifalarni esdan chiqarishim kerak degani emas. Birinchi allergiyam bormi? Bahona qilsa morojniy yeyishga ketishligi mumkin. Lekin bu ochig'i oson emas. Mana o'zim mavsum alishayotganda, qo'ziyotganda kelin turib qo'lida ishingiz ko'p degan qaynanangiz indamasa ham sizni kerakli vazifa mas'uliyatingiz yo'l qo'ymaydi. Shunaqa paytda menga mana shu kofe yordam beradi. Ishlarimni qilaman. Keyin bemalol dam olsam bo'ladi. Ochig'i mani uyqum kelgan, o'ja qo'zgan mahali bolalarim uyqu kelmaydi. Mani uyqum kelgan paytda bolalarim o'ynab yuradi. Ular uxlaganda mani uyqum o'chib ketadi. Shu paytda ish qilish uchun kuch kerak. Kuch uchun kofe, kofe ichki dozani alifga shamolladim ikkilanmasligi uchun propolis va kechqurungi albatta mana shu hash yog'ini ichib uxlayman. Yana bitta qora sidini ham ichsam undan ham yaxshi bo'ladi. Bilasizlar, qora sidini minnatga davo. Xullas aytmoqchi bo'lganim shu, allergiyasi borlarga ozgina yordam beraylik. Bunaqa payt tushunib turinglar.